Başqalarga görünmeydiğen doğru suyuqlığı. O kitap şunchalik qiziqmikan? Bu kitapni Xubodaydan Oryat yeb kelgan. Nima degan kulkilik va qiziqkan. Nima degan qiziqarli. Ha? Bu kitapni sana sovuq qilmagan, ko'rib bo'libdi kitapni egasiga qaytar. Meni ko'zga ilmaganlik-ku bu. Xubodayning kitobini o'zimdan qilib olman demadim-ku, qamlashmagan. Onunğa Ariyat degan ilk kitabınğa onun yaman gepini yezib qo'ygansan bu. Uni Xuboday ko'rib qolsa cho'qim xafa bo'ladi. Ha, endi chatoq bo'ldi. Tez u kitobni qaytarib olay. Voy, Xubodayma, o'tganda sana Ariyat bergan yiliq kitobni men qaytarib bersang bo'pti ekan. Ha, undaq dema, o'tinib qolay. U kitob menga lozim bo'lib qoldi. Kitobni ishiltib bo'libla sana qaytarib beraman. Sen ko'rib o'g'ich saqlasam, kechikib qolgudakman. Kitob o'qishimga daxli qilma, angladingmi? Uxdim. Shodindoq, endi chatoq bo'ldi, meni qutuldirib ol, Shodindoq. Menga boshqalar meni ko'rmaydigan yilg'i do'risini ba. Men Xubodayning uyiga berib kitobni aka olay. Shodindoq bo'lamdi. To'xta, gapini angla. Ha, Shodindoq. Shodindoq. Shodindoq, to'xta. Neymiş bo'ldi? Mening sirtqa chiqadigan muhim ishim bor edi. Sening gapingni anglaydigan vaqtim yo'q. Biroq Xuboday yiliq xatlarni ko'rib qolishdan ilgari kitobni aka olishim kerak. Bo'lmasa men tugishiman. Menga yiliqi boshqalar ko'rmaydigan doğrusu yo'qligini bergin. Mana ala. Dal mushu. Sana deb qo'yay. Men bek aldirar. Endi boshqa ish yo'q. Xayr xo'sh. Yanılı ko'rindim-ku. Ha, to'g'ri. O'zim ko'ralgan bilan boshqalar ko'rolmasligi mumkin. Opa, meni ko'raldingizmi? U yo'qkan. Oshxondim yo'qkan, mehmonxondim yo'qkan. Biroq oyog'i turdi-ku. Ha, bo'ldi-la. Uning bilan korim bo'lmasin. Men tezdan Xubodayning uyiga berib kelay. Xolitish-ku bu. Bugun yo'lda birmi odam ko'rinmaydi-ku. Ha, havo bek sovuq bo'lg'achqa, hammamiz uydan chiqmay o'tiramdi nima? Xoliti ish. Biror odamning soyasi ko'rinmaydi. Odatda bu yerda nurg'un bolalar o'ynaydi. Shuncha uzun yo'l mangdim biror odamni uchratmadim-ku. Diqqat qil, Shokichik. Men gap qilgan kimdi? Men qandoqsiz boshqalarga usib olaman. Bu yerda jin bor ekan! Qutuldiringlar! Bu ishni men sizlarga tushuntirib qo'yay. Meningcha kollis ishlaydigan odamlarning hammasi bu yerda nima ish bo'lganligini bilib olaydi. Shodingdan nihoyat xato ishdan birini qildi. Aslida Dashong uningdan o'zini boshqalar ko'rolmaydigan doğrusu yo'qligini so'ragan edi. Biroq Shodindan uningga u boshqalarni ko'rolmaydigan doğrusu yo'qligini berdi. Dashong yo'lda ketib o'tib, boshqalarga usuvasimi? Lekin u kimga usuvganligini bilamadi. Ko'htat sivetini ko'rdi-yu, sivet ketirgan odamni ko'ramadi. Velosipedning ketayotganini ko'rdi-yu, lekin velosipedni minib odamni ko'ramadi. Shundaq. Yaxshimisiz? Kechiring, sal to'xtab turing. Cho'qim shundaq bo'ladi. Rahmat. Tahrir bo'limidagilar materiallarni suylayotdi. Kechiring, meva suyingizni ichib oldim. Meva suyining gapini qo'yib, tezdan originalni ratlaylik. Mendek ortiqcha o'ylab ketdim-mi, qandoq? Ha, tezdan Xubodayning uyiga boray. Yo'lda hech qanday odam yo'q-ku. Gerçi hozir meni boshqalar ko'ramizmi, biroq men yana o'g'irlik qilgandek tuyg'u kelib qoldim. Agar Xuboday meni ko'rib qolsa chatoq bo'ladi. Ha, sizda u
ekende. Yaxşı boldu. Onun yo'qligini bilgan bo'lsam, ko'rinmas bo'lib yurmaydim. Ha, topdim. Dal mush kitob shu. Mushining eng oxirgi betida. Agar Xubodak buni ko'rib qolsa, tugashkinim shu. Tezdan o'chirib o'tay. Yaxshi bo'ldi. Endi xotirjam bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Çılgım kalmadı. Tokta o yeni iskemde. Oy boynum ağrıp gitti. Tokta. Qali deyish, men boyida shunun gapini xato tushunib olgandek qilaman. Cho'qim chatoq chiqdi. Voh! U qandoq suqam butun dadnim og'rib ketyotdi. Kechir xatolashibdiman. Aslida buni bilsam to'g'ri bo'ladi. Harbiychi Pagon. Ha, 100 yen tepib oldim. Buni soqchixonaga topshirib beraylik. Bo'ldi qila, sen nimandaq döt. Bunun uchun mantı epyeyli. Şavfu, sen berip ekile. Yanıla sen berip ekez. Ha, nemishqa men borman? Yanım uçundaq azmilik qısan, sana bermeymiz. Uqdim. Ha, mana ekeldim. Biroq aron ishkisi keldi. Ola bunu sen. Pek oxşaptı. Biroq daşın bu yetmeydi iken. Şunda. Sert oldu. Shuna bunda qilsam qandoq bo'ladi? Qandaq fikrin barma. Şunu bama. Ay, yo'q, fikrim yo'q. Apsi, tamaki kiray degandim. Emiz chiqib ekran. Siz sirtqi narsa setib olg'il chiqsangiz, og'ish kirsangiz bo'pti ekan. Çıkmayman. Eğer çıksanız bir bağlam sohbet ağaç kiran. Dashong, chiqib bir bog'lam so'ngpiyaz bilan bir qop tamaki kirib bergan bo'lsang, bo'lamdi. Yana men chiqamdim. Men hargiz chiqmayman. Seni chiq degandikin, chopsan chiq. Ajab ish bo'ldim. Nemishqa doim shundoq bo'ladi. Doim mening nasbosida. Meningcha bu kimning yomon yoki yomon emasligiga bog'liq o'xshaydi. Uyda bo'lsa birinchisi opam, ikkinchisi dadam, uchinchisi men. Sirtda bo'lsa Xubodak, Shawfu, men. Nadila bo'lmasin shundaq ahvol bo'ladi. Shirkatda bo'z xo'jayin bilan xizmatchilarning munosabati. Xo'jayin kimni ishlatkisi kelsa ishlatadi, kimni haydatkisi kelsa haydab o'tadi. Men mayli nagili bo'lsam eng tuvan o'rnida turadigan odam. Harbiychi Pagon. Bu nima? Diqqat! Tuz tut! Shodiyingdan, nemishqa men bunday ish qildirsan? Arqaga buril! Qadamlab marsh! Shodiyingdan, men to'xtab, tez bo'l. Mush Pagonni sana chaplaq tursa, sen hargizmi mening buyrug'imga qarshi chiqolmaysan. Mening gapimni anglaydigan bo'lasan. To'xtab, tez bo'l. Bu Pagonni faqat qo'mondonli ilib etalaydi. Nimaga shiltidi? Bu kelgusi dunyodagi o'yinchiqlar. Buni harbiychi o'yin deyishkimi bo'ladi. Buningda 4 xil pagon bo'ladi. Bu eng yuqori o'rindagi pagon. Buni general deymiz. Bu shanshav darajaligi. Bu 3-o'rinda turadigan. Bu eng tuvan o'rinda turadigan. Harbiy pagon belgisi tuvan darajaliklar darajasi yuqorilarning buyrug'iga qarshi chiqolmaydi. Bir yulduz kam bo'lsa qarshi chiqolmaydi. Qoltez, emisman general darajaligini olay. Daşın, nim qılıvat sen? Bunda qamlashmagan chaqchaqlarni qilma, Dashong. Diqqat! Apa, siz chiqib 10 tal bo'lk setilib kirib. Dada, siz chiqib 10 dan hajviy rasmli kitob setilib. Aldinglarmi? Yurib chiqinglar. Ket! General boss qandaq bo'ladi ekan, yaxshimikan? Pek yaxshi bo'ladi ekan. Endi qolganlarini boshqalarga chaplab sinab boqaychi. Mening aeroplanim, men qaytirib ber. Ha, yaxshi bo'ldi. Uning eng tuvan darajaligini chaplab qo'yay. Shawfuga birinchi darajaligini chaplab qo'yay. Ha, endi hammanglar mening gapimni anglaydigan bo'ldinglar. Ha, Jinshan, uning qaysini chaplab qo'ysam bo'la? Uningchi, ha, mana buni chaplab qo'yay. Bu shanshav darajalik pagon. Ha?
Daşın sizkensiz go. Cinşan, nersi tuağıl çıqqan midiniz? Ha. Ha, boptu amsa. Hayır, hoş. Onunğa nim bolganda? Kolumda yana nurgun pagol ayışıp kaldı. Karim yok. Emdi kimni uçurasam şununla çaplap yerme. Nima, bir fikring bormi? Ha? Yo'q. Şu aeroplanımni qachon qaytarib olaman? Onu man qaytarib bergin. Manga qaytarib O ber. demakchi bo'g'ining mening gaplarimning hech qaysiga ishonmaysan, to'g'rimi? Shofu, o ablah. Bu narsani hozirlik qaytirib beraman. Tuta. Qaytarib berginingga rahmat. Qo'ydan. Bek og'rib ketdi. Nim qilyapsizlar? Diqqat qilsanglar bo'lmamdi. Ma'qul, biz chuqur diqqat qilamiz. Boyadan beri kallam g'alitil bo'lib qoldi desa. Sening dumbanga g'alati bir narsa chaqloqliq turdi-ku. Ha, sening dumbangdimi borkan elutay. Faydası yok. O narsani mendan boshqa hech kim elib o'tmaydi. Bu g'alati narsani dumbamizga sen sanchaqlab chaplab qo'yib qo'ysan-da. Bo'ldi, o'ngga buril. Ishkinglar bu yo'lni 50 qatim yugurib kelinglar. Boshlandi. Yugurib, marsh! Harat, ishkinglar ilgir meni mazoq qilgantinglar-ku. Undaq seni yana mazoq qilaylik, qanday qila olaysiz, ha? Ishkinglar tezdan yuguranglar. Sizlarmi 50 qatim oynanglar. Yugurib, marsh! Daşong, bo'ldi qil. Mushunchalik qilganing bo'labek oshirib etmagan bo'lamdi, Daşong. Bo'lmaydi, chaqchaq qilma. Men to'g'ilib boshqalarga mushundaq buyruq tushirishim tex tunji qatim. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar faqat pagon chaqlangan bo'lsa, hammasi bu uchun 50 qatim aylindi. Çatak oldu. Bu bakın çatak. Başkanım buyruğunu anlaydı kendini. Limonda kalite. Ben yerim kendim. Iskatib keyligimni selibetay. Ha? Oy, endi bo'ldi-ku. Ey ko'pchilik, keyliginglarni selibetinglar. Selibetsanglar yugurmaysizlar. Ha, Şodindan tez qarğına köpçilikning hammasi uyimizning oldida turdi. Şodindan. Tez amal tapqina. Sana nim bo'ldi? Ha? Şodindan. Sening bilan qarim yo'q. Dadalarmu erkilashni arzu qiladi. Daşong, nimish qiymaysan? Sen o'zimga bek amraqding-ku, ha? Mening hozir yegim yo'q. Sening yeging bo'lmasa, undaqda men yeyavitay. Shaxsiyatchi ablaq, nimishqa mening o'zim yemaganligimning sababini so'rabmi qo'ymaysan? Yeyishni bilgan. Shundoqmi? Nemishqa o'zim yemaysan? Bo'ldila. Nimish bo'lgandi? Biroq ko'ngilsizlik bo'lgan bo'lsa menga degin. Sodi nemish bo'lgandi? Bo'ldi. Gap angla, ha? Yig'lama qo'zam. Bo'ldi. Bu gapni sizga desam men xafa bo'lamdikin deb qo'rqdim. Buni bir savoq deb bilib, yana qaytib bunda xatolik o'tkazmasanglar bo'ldi. Amis men chiqib meviyay. Yig'lang'o. Ko'rib qoldingmi? Hozir xili cho'ng bo'lib qolgan bo'lsam-mu, biroq ba'zi chaqlarda bu vaqtlarga o'xshash opamga eslab erkiligim keladi. Shundaq chaqlarda opamning quchog'i noyat illiq bilindi. Odatda opamning ochig'i yomon bo'lsa-mu, biroq u degan mening eng sevimli opamda. To'g'ri deysan. Men qaytib keldim. Nim bo'ldingiz? Nimonchi mas bo'lib ketdingiz dadisi? Yana bir romka qo'yib bering, a? Dodam kunda, nimondoq vorang churung. Dadisi, ko'zingizni eching. Xo'sh. Dadisi, vallahi qaravotidi. Tasama bir. Unda xo'sinim bo'pti. Men bu oilaning to'riga tursam, ha? Siz bilan qarim yo'q. Doda, o'rningizdan turing. Doda, tez turing. Bu yerda yotsangiz sizga sovuq o'tib qoladi. Doda. Dadam mas'ub ketibdi. Bu yig'ilib Beshim og'rib ketdi. Kichik bola degan dodisi mushundoq talab
Buzdiga qis bulamdı. Oh, Qamlashmagan. bunun amal yo'q. To'g'ri. U o'ziga kichik bolaning gap qilishini xohlamasa, undaqda opisi gap qilsin. Dadamning opisi mening momam. Momam dadamni tulusin. Biz vaqt tonili bilan 10 yil avvalgi vaqtga qaytayli. Momam hayot davriga qaytayli. Bo'ladi, 10 yil burungi vaqtga borayli. Hozir bu yerda at degankan. Tez chiqib momamni chaqirib kirayli. Bular bu 10 yil burungi opamsan. Dadasi, qachon qaytib keldingiz? Nimanchi mas bo'lib ketdingiz? Shirkatga bormabsiz. Turing. Sizga amal yo'q ekan. Tez bo'layli. Suv akirdim. Moshunda ish bo'lishi mumkin. Biroq opa deganlarimning hammasi rost. Nima? Meni uyda davotamda. Ben atdigandan beri shirkatda. Anlagansiz. Amiz boy mening ko'ginim nimidu? Uy ishlarini ko'p qilib bek charchab ketgan o'xshaysiz. Siz dashungni elib bog'chiga berib aylanib keling. Shundoq, yening momam to'g'ri deydi. Ostaroq anlab qoladi. Kechiring, amiz, men chiqib kiray. Ha, bo'ladi. Aldirmay aylanib kelinglar. Voy, yaxshi fursat. U hozir uyda yolg'iz qoldi. Buni momamga qandoq tushundirsam bo'lar? Kechiring, sizni cho'chitib bu Men bilaman. Sen ilgari bir kelgan. Sen 10 yil keyingi dashung. Ha, moma, men tek unutib qolmabsiz. Moma. Ha, to'g'ri. Moma, men bugun dadamning bilib keldi. Sen 10 yil keyingi ajinni mu atkapsan-da. Uning bilan cho'qim ko'rishimi? U hozir mast bo'lib qoldi. Moma, siz dadamga obdan tarbiya berib qo'ying. Ajin, o'rningdan tura. Nima da'vatsiz? Men bo'lsam bu oilaning to'rigi. Nim bo'ldi? Nimish qiyig'laysan? Ha, bolam. Bugün şirkette direktör yo'qlanishlarni bahona qilib meni aybladi, opa. Oh, bichora bolam. U ikkisini yolg'iz qo'yayli. Bo'ldi, yig'lama bolam. Bichora bolam. Gapimni angla, yig'lama. Amaliyoti cho'ng odamlar nihoyatda bechora ekan. Qandoq deysan? Chunki ularning ota-onalari yo'q bo'lg'achqa, ular pat-pat ota-onalariga agilolmaydi ekan, ham ularning tarbiyalarini anglayolmaydi ekan. Ha, deganing to'g'ri. Ular haqiqatan bek bechora ekan. Opamning bog'chadan keladigan vaqti bo'lib qoldi. Bizmi qaytayli. O uxlab qoldi. Tünügün keşmen bir tush ko'rdim. Tushimda opamni ko'ribdiman. Opam tushimga kirmagili uzun bo'pti ekan. Uni bakmi sig'indi.